bo'lib qo'yib Instagramga qo'yamiz buni. Meni muxlislarimga ko'ringlar bir qanday go'zal joylar. Tabiat. Ancha odam kayfiyatini ko'taradi. G'am tashvishlarni unutarsinlar joylarga kelsangiz. Yoshargandek bo'lasizda. Tushunyapsizmi? Hali aytganimda kimdir shaharda yurib charchagan bo'lsa, kimdir tog'da oralarda yurib charchagan, kimdir shaharga intilsa, kimdir mana shunaqa joylarga intiladi. Shuning uchun hamma joy ham yaxshi. Shaharda imkoniyatlar bor, bu yerda cheklangan, lekin bu yerda so'lim tabiat bor. Shaharda bo'lsa madaniyat, shaharda bo'lsa imkoniyatlar ko'p. Çok güzel. Yine ayette yakın bilmemagan ekanmiz, orasi qancha bas ekan. Nima? Cho'pon o'shanda kelganimizda biz bola kelgan. Biz bilan cho'pon. Mana shu yerda deyordimi? Amin akamiz o'tda qolganmiz Dugopada. Ha. Bitta amonetda dedi dadam deyapti. Yuringlar dedi, shunda qo'ylarimiz bor dedi. Go'shtlar bilan mehmon qilaman. Men indamagan ayyo. Bu yerda kelganimcha charchab qolganmiz-da. Ha. O'zi ana shu yergacha mashinada kelish kerak ekan. Nimaga aka? Tushdimi, piyoda tushaveradi-yu. Endi mashinada ketaveramiz. Ha, kelsa qoladi. Ag'iga tezroq yurar shekilli. Toshlar ham mana kesilgan ekanmi deyman, ko'rginda. O'ta silliq ekan, kesilgan ekan shekilli bu. Nimada kesadi? Bu yerda kesilgan. Kim biladi endi? Tabiiy shunaqa. Tabiatan kesilganmikin? Tabiiy shunaqa. Bo'lishi mumkin endi. Qo'ydi qiyin mana molda. Shitga to'plab oladi-da ular. To'plabda mashitlarda yotadi ular. Tosh to'pla. Haydaki kirolmaydi, o'zlari yotardir. Kim biladi endi. Kichkina-yu 5-10 ta qo'yib sig'maydi-ku. Yo'q, o'zi kirib yotadi. Ha. Kapak qilsa kerak-da. O tosh tishlab qo'yiladi. Endi bu joylar juda ko'p mo'jizalar ko'rgan joylar. Qancha ne odamlar o'tgan deydi-yu. Qancha odamlar shular tomosha qilib so'lim tabiat qo'ydi. O'ta darajada toza. Nihoyatda organizm tanam mazza qilyapti. Endi puli bor odam, yaxshi ishlar ishlaydigan odamlar kelib shanba kuni kelsa, bozor juma kuni obeddan keyin kelib, bozor kuni obeddan keyin ketsa bo'laveradi. Bu joyga emas endi, juda uzoqroq, yaqinroq joylarga, mashinalar boradigan joylarda ham sayr qilib tursa, ancha odam yengillashadi. Organizmlari yaxshi harakatda bo'ladi. İmkoniyati bor odamlar kelib yurgani yaxshi. Xolasa hamroh havola. Pastdan boshlovchi olsa ham bo'ladi. Mana hozir bizdan oldin kelgan odamlar ham bor ekan. Qaranglar, o'ta go'zal. Alloh qudratini ko'rish kerakdigan odam mana shu yerlarda ko'rsa bo'ladi. O'ta vahimali. Endi hali qo'rqadigan tarzda emas. Hali nima desam bo'ladi. Ta'sir kuchli sezasiz ekan tabiatda. Davom etamiz. Uchko'priklik mehmonimiz mana qaytyaptilar ekan.